yurtimizda qing'ir ishning qiyig'i 40 yildan keyin ham chiqadi degan purma'no maqol bor. Inson qanday ishni pinhona qilmasin, uning izi baribir bir kun kelib oshkor bo'ladi. Qonunni chetlab o'tib, manfaat ilinjida qilingan har qanday harakat esa o'zining muqarrar oqibatiga olib keladi. Bugun yurtimizda inson qadri, uning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, ayniqsa yosh avlodni turli illatlardan asrash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Giyohvandlikka qarshi kurashish borasida ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tizimli va manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida Bog'ot tumanida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida giyohvandlik bilan bog'liq holat fosh etildi. Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmat xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotlar asosida tuman ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati tuman bo'limi xodimlari tomonidan joriy yilning 21-iyul kuni Bog'ot tumani Nurafshon shaharchasida yashovchi 1978-yilda tug'ilgan fuqaroning xonadoni va tomorqasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv davomida uning tomorqasida 82 tub kannabis giyohvandlik o'simligi yetishtirilayotgani hamda 425 gram marixuana giyohvandlik vositasi saqlanayotgani aniqlandi. Aniqlanishicha, gumonlanuvchi joriy yil aprel oyi boshlarida o'z xonadonining qariyb 500 kvadrat metrlik tomorqa maydoniga kannabis o'simligini ekib, uni ariq orqali sug'orib, parvarishlab kelgan. Yetishtirilgan giyohvandlik moddalarini esa keyinchalik sotish maqsadida saqlagan. Tezkor tadbir davomida aniqlangan giyohvandlik o'simliklari va vositalari belgilangan tartibda hujjatlashtirilib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 2-qismi va 273-moddasi 6-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugungi qilmish, ertangi taqdir. Giyohvandlik vositalarini yetishtirish, saqlash yoki sotish orqali oson daromad topishni ko'zlagan har qanday shaxs bir haqiqatni unutmasligi lozim. Qonunbuzarlikning ortida jazo, giyohvandlikning ortida esa barbod bo'lgan taqdirlar turadi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbir doirasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi tezkor qidiruv tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Zero yurt tinchligi, el boyligi, sog'lom avlod, millat kelajagi. Giyohvandlikka qarshi kurash esa har birimizning burchimizdir.